Keçiren hürmetlik vatandaşım, ayada quyoshning nuri sababli nima ko'zim ko'rmay qoldi kameradagi qizil chiroqni. Şuna meydonni yetkib, ma maydonga keldim. Endiki leksiyamni davomlashtiraman. Davomi mundaq leksiyaning mavzusi. Jungoni o'ch ko'ribla qolmasdan Yaponiya jiddiy holda Hindistonga yor yo'lak bo'ldi. Bu yerda ikki hikmat bor mavzuli xabar 8-oyning 18-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Hindiston so'rkilishiga 2 oydan oshdi. Shunda qalqilg'ich bir payt Yaponiya tuyuqsiz o'tirg'i chiqib, Hindistonni qo'llaydiganligini bildirdi. Tushunish tez emaski, Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe yaqinda Hindistonni ziyorat qildi. What News, ya'ni axborot torbeti 8-oyning 18-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo bilan Hindistonning Donglandagi so'rkilishi uzrab ketgan bir paytda Yaponiya tuyuqsiz butun kuchi bilan Hindistonni qo'llaydigan bo'ldi. Yaponiyaning Jungo Hindiston chegara so'rkilishida ifoda bildirib, tuyuqsiz Hindistonni qo'llaganligi, Jungo Hindiston so'rkilishida bir qatimliq namoyanda xarakterlik vaqa bo'ldi. Jungo navbat Yaponiya bilan tuzgan kelishimga xiloflik qilib, Yaponiya bilan Jungo Sharqiy dengiz egilik huquq talash tortishining ichiga kirib qoldi. Demak, Yaponiya bilan tuzgan kelishim bo'yicha xiloflik qildi Jungo Yaponiyaga deydi. Hindiston tuzgisi 18-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Yuqori qatlamdagi xabardor kishilar bu gezitga oshkoralab, Jungo Hindiston chegarada tirkashgan 2 oy ichida Yaponiya diplomatik yo'llar orqali Hindistonni qo'llaydiganligini bildirdi. Xabarda tahlil qilib mundaq hisobladi. Yaponiyaning Hindistonni qo'llaganligi Yaponiyaning vaziri Shinzo Abening Hindistonni ziyorat qilishdan 1 oy ilgari yuz berdi. Shinzo Abe 9-oyning 13-kunidan 15-kunigacha Hindistonni ziyorat qildi. Kechiringlar. Jungo keskin so'z iborlarni ishiltib, Yaponiyaning Hindiston yor yo'lak bo'lganligini tanqid qildi. Mavzuli xabar 8-oyning 18-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Hindiston Jungo so'rkilishiga 2 oydan oshdi. Mushu mazgilda Yaponiya tuyuqsiz o'tirg'i chiqib, Hindistonni qo'lladi. Bu to'g'rida Jungo Tashqi ishlar ministrligi qattiq inkos qaytardi. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 8-oyning 18-kuni muxbirlarning savoliga javob berganda mundaq ko'rsatdi. Yaponiyaning Hindiston turishlik bosh elchisi haqiqatan Hindistonga yordam qilib, söz dedi, lekin men yanala o kishining samiga selib qo'yayki, bir ishni aniqlab olishdan burun og'ziga kelganini joylamasligi kerak. Birinchi Donglan rayonida chegara talash tortishi mavjud emas. Chunki Hindistonning 8 biligida 2 taraf o'rtaq e'tirof qilib, 127 yildan bir amal qilib kelayotgan chegara sizig'i bor. Bu Jungo bayonotchisining gapiga. Ikkinchi, chegaradan qonunsiz o'tib vaqa paydo qilib, hozirgi holatni o'zgartgan Hindiston. Hargiz Jungo emas. Endilikda yana bir xabar. Amerika Jungoni 301-modda bo'yicha tekshirishni rasmiy boshladi. Mavzuli xabar 8-oyning 19-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika savdo vakili haftaning 5-kuni 301-modda bo'yicha Jungoni rasmiy tekshirishga boshladi. Prezident Trump haftaning 1-kuni Oqsaroyda buyruq eslatmasiga imzo qo'yib, Jungoning Amerika shirkatlaridan texnika o'tinib berishga zo'rlaganligini va Amerikaning aqliy mulk huquqiga oid mahsulotlarni o'g'irlaganligini tekshirishga savdo vakillariga huquq bergan edi. Amerika savdo vakili Lighthizer elchi haftaning 5-kuni mundaq dedi. Prezident Trump haftaning 1-kuni Amerikaning aqliy mulk huquqiga, iqtisodiga va texnika taraqqiyotiga
buzg'unchilik qilgan Jungoning siyosat va qonunlarini tekshirishga ko'rsatmadi. Men bu xalqiliq masalalarni uzul kesil tekshirishga qaror qildim deb ko'rsatdi Amerika savdo vakili Robert Lighthizer.